Ey Allah, biz sana iman keltirdik, sana tevekkül kıldık, sana yalvardık, sana iltica kıldık, sana telmirdik, sendilla ümit küttük. Bilip bilmeyi sadir kılgan günahlarımızga tövbe kıldık. Bizlerni ebedi hak yolda adakça, sabatlık ve barqarar turuşqa nasip kılgın. Bizlerge dost düşmanını ayrıydıgan sap iman ata kılgın. Bizlerni muhabbet nefreti enik bulgan sağlam vicdan egilerden kılgın. Hörlük üçün küreş kılıdığan cesaret ve irade bakş kılgın. İlaha Parvardigara, bizlerge zulüm salgan ve selavatkan, bizlerini xurlgan ve xurlavatkan, haqlarımızga tajavuz kılgan ve kılıvatkan zalimlarni, seni tanımaydıgan, ulug'liqini e'tirof qilmaydigan kafir tajovuzchilarni, bizlarga turli suiqasdlarni planlagan ve planlayotgan dushmanlarimizni yer bilan yakson qilib o'tgin. Ularning diyarlarini xon vayron qilib o'tgin, shaharlarini kumpay-kum qilib o'tgin. Ularni va gumashtilarini yetti qat qora yerga o'tkazib o'tgin. Bir yutum suvga zar va har holda o'z axlatlariga g'arq qilib o'tgin. Ularni o'zaro bir-birining qo'lida qirib tugitib o'tgin. Ulardan va gumashtilaridan birini qo'ymagin. Ey qahhar, dushmanlarimizga qahringni, qudratingni ko'rsatib qo'ygin. Ulardan biz ololmagan intiqomimizni, o'chimizni o'zing ilib bergin. Ey Rahman, ey Rahim, bizdek ojiz, bichora bandalaringga rahim qilgin. Sen rahim qilguvchilarning eng rahimliksan. Kafirlarning qo'lida ingravatgan, organlari sug'urib ilinayotgan, uçqa yepiq turmalarda xo'rlanayotgan ota-onalarimizga, hibbatlari dafsanda qilinayotgan xotin qizlarimizga, ojiz singllarimizga, qo'rqinch va xoruzarlikda yashayotgan farzandlarimizga, yetim nesirlarga, tullarga sen ega chiqqin. Ularni hech kim ko'rmaydigan, hech kim taqobil turolmaydigan qo'shinlaring bilan qovdig'in. Sen qovdig'uvchilarning eng yaxshisisan. Dushmanning qiyin qistoqlarga bardoshlik berolmagan, dushmanning qo'lida o'ldirilgan barliq qarindoshlarimizga, ustozlarimizga shahidlik maqomi ato qilgin. Ularni va bizlarni qiyomat kuni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning la ilaha illalloh degan bayroq ostida anbiya payg'ambarlar, shahidlar, siddiqlar va solihlar bilan jam qilgin. Kusurlarimizni, savalliklarimizni, xatoliklarimizni, gunohlarimizni afo qilib o'tgin. Bizlarni sarsalliqdan qutqizib qo'ygin. Bizga sen ato qilgan ona vatanimizga aziz va mukarram holatda qaytishni, beshimizni ko'tarib hur yashashni nasib va muyassar qilgin. Mu'minlarga nusrat ato qilgin. Diningni va so'zingni ustun qilgin. Diyorimizda islom chiriqini o'chirib qo'ymagin. Islom bayrog'ini mangu lapildatgin. Sen hammaga qodir zotsan. Bizlarni to'g'ri yo'lda mashq nasib qilgin. Haramdan yiroq qilgin. Bizga va farzandlarimizga hidoyat, tavfiq, insof va sharmi hayo ato qilgin. Bizlarni to'g'ri yo'lda mangdigan, boshqalarni to'g'ri yo'lga boshlaydiganlardan qilgin. Bizni do'zax azobidan, qabr azobidan, hayot mamat fitnalaridan va dajjalning fitnalaridan saqlagin. Ey Allah, dinimizni, özümüzni, balçaqlarımızı, yaxshi ko'rgan kishilarimizni, barliq musulmonlarni sana amanat qo'ydik. Ey dualarni ijobat qilguvchi ulug' zot, ey Parvardigor, qo'limizni quruq qaytarmagin, bizlarga fazli karamingni iltifot qilgin. Payg'ambarimizga durus salomlarimizni yetkizgin. Oxirgi so'zimiz jimi hamdu sana olimlarning Parvardigori bo'lgan Allohga xosdir. برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين آمين يا رب العالمين.